Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Umurjon Kamalov. Biologiya o'yit bilimlarimizni ozgincha ko'paytirib olamiz. Bugun Xudo xohlasa 17-iyun va 17-iyun kuni 7-qoidani o'rganamiz. Evolyutsiya sintetik nazariyasining 7-qoidasi evolyutsiya asta-sekin va uzoq davom etadigan jarayondir. Biologiya haqiqatdan hayot haqidagi fan hisoblanadi va e'tibor beryapsiz. Haqiqiy evolyutsiya uzoq davom etadi va asta-sekin degan. Bizni ham hayotimizdagi qandaydir bir yuksak darajadagi muhim bo'lgan maqsadlarimizga asta-sekin va ma'lum bir vaqt talab qiladi erishimiz uchun. Ozgincha vaqt ichida yoki juda tez erishilgan vaqt, menimcha ko'pchilik aytadi-ku nima? Tez yongan yulduz tez so'nadi degan. Bu ham bir tushuncha. Demak, evolyutsiya asta-sekin va uzoq davom etadi. Bu 7-qoida. Ilm olishning zarari yo'q, do'stlar.